Bitta narsani tushunmayapman-da. Negadir og'ir paytlar ish yurishmayapti. Bir baraka yo'q. Biz ham rizqimiz qayerdadir sochilib yotgandir-a? O'shani topish kerak. Nima deb o'ylaysan? O'zi obedgacha uxlasangiz. Choy ichib chiqqunicha kech bo'lsa. Kech bo'lganda qanaqa rizq bo'ladi? Odam degan ertalab vohli turib ko'chaga chiqish kerak. Keyin baraka rizq bo'ladi o'shanda. Nima erta tursa rizq bo'ladi, baraka bo'ladi. Bekorga yetishmagan kattalar. Erta turgan kishini Xudo o'nglar ishinidir. Voy bu, 10-sinfni zo'rg'a bitirgansan, maqola aytishingga balo bormi? Menga qara, sen maqola aytmagin. Bo'ldi, tushundim nima demoqchiligingni. Xullas, erta tursam rizq bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi. Bugun erta turaman deb ko'chaga chiqaman. Qani ko'ramiz. Nima bo'lar ekan? Shunaqa qiling.